Hürmetli vatandaşlarım, ahırlıkçıyız. Hazır Koriya yarım arılı ya Çavşan yarım arılda buluvat kavvakalardan vaziyetten nemiliginden siz tola haberdar. Şu dersini isimizge alımız gidigen Latin muşaymış hükülledi. Digidek hazır Koreya'nın prezidenti Piao Chung-huyni vazifesinden elip taşlaş doğrusu da onun parlamenti ve 11 namayişle evdelip götürülüp duruptu. Piao Chung-huy kaçan vazifeden kaldırıldı. Bu neselsizlik bizge de malum emas. Lekin vaziyet şundak ciddi. Moşunda vakta asli Koriya bilen birlikte Amerika Qo'shma Shtatlari sat sistemasini, raketa sistemasini Koreyaga o'rlashtirmoqchi bo'lgan edi. Bu ishlar buni o'rlashtirish yoki sat sistemasi o'rlashtirish ta'sir ko'rsatmamda ko'rsatmamda bilgili bo'lmaydi. Endi Koreyadagi bu o'yinning tehdidi nada? Buni hozir qarg'ulacha bir nima deyishkim bo'lmaydi. Lekin dunyo mana shu darajada murakkab ekan, undaqda da Koreyada mesela Piao Chung-huy hanım taxtdan tushib ketsa, sas sistemasi yoki raketa sistemasi o'rlashtirish bo'yicha bir o'ngsizlik yuz beradigan bo'lsa, vaqt oqibat qanday bo'ladi? Bugun anglaymizki, endi hozir Yaponiya hukumati sat raketa sistemasini davlat ishiga o'rinlashtirishni muhokama qo'ydi. Demak, Koreya hozirgi vaqtda o'rinlashtiramiz yoki keyinroq o'rinlashtirsa, Yaponiya qo'l selib sat raketa sistemasini Yaponiyaga o'rinlashtiradigan bo'ldi. Raketadan mudofaa qilish sistemasi kuchaytirish uchun Yaponiya yaqinda davlat qo'g'dirish nazoratining muavin ministri Dugung Jansi boshchiligida muhokama qilish komiteti qurib, sat qatorliq yuqori 61 alik qo'g'dirish sistemasi qurish va Amerikaning yangi mahsulot sistemasini elib kirish qatorliq masalalarni muhokama qildigan bo'ldi. Amerika'nın yangi mahsulot degan harbiy mahsulotlarni, harbiy ishlar mahsulotlarini muhokama qildigan bo'ldi. Buning uchun Jungo Tashqi ishlar ministrligi 28-kun javob qaytirib, Yaponiyaning ehtiyotchanlik bilan ish qilishni, bu rayonda tinchlikni ishga oshirish va qo'g'dash uchun haydakchilik qilishini umid qildi. Jungoning bayonotchisi Geng Shuang muxbirlarning savoliga javob berganda bunday ko'rsatdi. Bu xabarga Jungo taraf diqqat qildi. Sat sistemasini o'rinlashtirish jihati Jungo atrofning maydoni intayin, Jungo tarafning maydoni intayin. Tarixiy sabablar tufayli Yaponiyaning harbiy bexatarlik jihat harakat yo'nalishi Osiyodagi har qaysi davlatlarning va xalqaro jamiyatning diqqat qilishini keltirib chiqardi. Yaponiya to'rbatlari bunday ko'rsatdi. Çavşan yadro qurolini sinaq qilish ahvoli ostida Yaponiya 2017-yili yoz oylaridan burun raketa mudofaa qilish sistemasini o'rinlashtirishni o'ylashdi. Koreya ayni chog'da yilning 5-ida raketa sistemi, sat sistemasini o'rinlashtirishni o'ylashgan edi. Endi Yaponiya shunda o'ylash dedi. Bu to'g'rida bayonotchi Geng Shuang navbati Çavşanning vaziyati intayin sezgir. Har qaysi taraflar masalalarni diplomatik yo'llar bilan hal qilish lozim. Demekçi sat sistemasi o'rinlashtirilmasi kerak demekçi bo'lyapti. Xabarlarga asoslangan agar Yaponiya qo'g'dirish qismlari sat sistemasini o'rinlashtiradigan bo'lsa, dengizda qo'g'dirish tipli SM-3 belgilik yerdan havo qo'yib beriladigan vatanparvar belgilik raketa sistemasi bilan bu qatam o'rinlashtiradigan sat raketa sistemasi moslashgan bo'ldi. Va intayin murakkab vaziyatni paydo qildigan voqeami qanday? Koreya hokimiyat sirtidagi partiyalar birlashib hozir Piao Chung-huy xonimga bilet tashlamdi yoki parlament orqali amaldan yoki vazifadan qoldirishni muhokama qilamdi. Bu ish jiddiy ketyapti. Hozirgi parazada Koreya parlamenti agar qaror chiqaradigan bo'lsa, oldimizdagi oy 12-oyning 4-5-kunlar atrofida bu vaziyat Piao Chung-huy xonim vazifadan qoldirilishi mumkin degan parazda o'tirib chiqyapti. Yana bir xabar shuki, shu 12-oyning boshlarida Italiya Yevropa ittifoqida qilish qolmaslik to'g'risi referendum tashlaydi. Uningdan keyin hozir Fransiyada ketayotgan saylovda utib chiqayotgan bir nafar kishi, u kishimi o'xshashda Yevropa ittifoqidan chekinib chiqishni tashabbus qiladigan kishi ekan. Agar prezident bo'lib saylanib qolsa, vaqt Italiyaning Yevropa ittifoqidagi o'rni Fransiyaning Yevropa ittifoqidagi o'rnida tavrinish bo'ladigan bo'lsa, Yevropa ittifoqining taqdiri qanday bo'ladi? Hürmetli vatandaşım, leksiyimiz ahırlaştı.